Bir kuni uyimizga qo'shni tumanga turmushga chiqqan Inoyat ammamning qizi Sharora mehmonga keldi. Biz deyarli tengdosh edik. Shuning uchun uning kelganidan juda quvondim. Sharora sho'x, chaqqon va xushchaqchaq qiz edi. U har safar kelganida menga uy ishlarida yordamlashar, ishlarni birga bajarar, keyin esa uzoq suhbatlashib o'tirardik. Ba'zan ikkovimiz mening dugonalarimnikiga ham aylanib kelardik. O'sha kuni barcha yumushlarni tugatganimizdan so'ng Sharora kutilmaganda menga qarab, "Umida, sizlarning tumaningizda juda mashhur folbin bor ekan. Men o'sha ayolning oldiga olib borsang" dedi. "Kim ekan u? Nima uchun folbinning oldiga bormoqchisan?" deb hayron bo'lib so'radim. "U qo'shni mahallada yasharkan. Hamma uni Olima folbin deb atasharmish. Aytishlaricha, kim qachon va kimga turmushga chiqishini aniq aytib berar ekan. Kel, biz ham borib ko'raylik", dedi u qiziqish bilan. Men uning gapidan norozi bo'lib bosh chayqadim. "Men bunday narsalarga ishonmayman. Senga ham folbinning oldiga borishni maslahat bermayman", dedim uni fikridan qaytarishga urinib. "Ilgari men ham ishonmasdim, lekin negadir juda borgim kelyapti", dedi Sharora. "Oyim bilib qolsalar yaxshi bo'lmaydi. Qo'y, shu folbiningni tinchgina yuraveraylik." Sharora esa mening qo'limdan ushlab iltimos qildi. "Iltimos, bir martagina boraylik. Nahotki men uchun shunga ham rozi bo'lmasang, Umida, sen faqat menga sherik bo'lsang bo'ldi. Bir o'zim borishga qo'rqyapman", dedi u yalinib. Oxiri uning gaplariga chiday olmadim. Noiloj rozi bo'lib ikkovimiz folbinning uyini qidirib yo'lga tushdik. So'rab surishtirib yurib, nihoyat manzilni topdik. Folbin 2 qavatli binoda yashar ekan. Birinchi qavatdagi ko'k rangga bo'yalgan yog'och eshik uning uyiniki edi. Sharora hayajon bilan eshikni asta taqillata boshladi. "Kim?" degan ayol kishining ovozi ichkaridan eshitildi. "Sizda ishimiz bor edi, xola", dedi Sharora. Bir necha lahzadan so'ng eshikni ko'zlari katta-katta bug'doyrang ozg'in juvon ochdi. U salomimizga iliqlik bilan alik olib, bizni ichkariga taklif qildi. Juvon menga juda tanish tuyuldi. Uni qayerdadir ko'rganim aniq edi. Xotiramni titkilay boshladim. Shunda esladim. Bundan bir necha yil avval Olima uzoq qishloqdan kelib, tuman tibbiyot kollejiga o'qishga kirgan edi. Yotoqxonadan joy topolmagach, kollejda farrosh bo'lib ishlaydigan qo'shnimizning uyidan 2 dugonasi bilan birga xona ijaraga olib yashay boshlashgandi. Men uni qo'shnimizning hovlisida bir necha marta ko'rgandim. Qo'shni ularga hovlining chekkasidagi kichik xonani bo'shatib bergan edi. Nahotki bu o'sha Olima bo'lsa, degan o'y xayolimdan o'tdi. Ammo ishongim kelmadi. Ehtimol folbinning qizi yoki kelinidir deb o'yladim. Juvon bizni xonaga boshlab kirdi. O'zi qalin qilib to'shalgan ko'rpacha ustiga o'tirdi-da, stol ustida turgan tasbehni qo'liga oldi. Men esa unga tikilib qoldim. Qanday qilib hamshiralikka o'qigan qiz folbinga aylanib qolganini tushuna olmasdim. "Xo'sh, xizmat?" deb so'radi u xotirjam ovozda. "Opajon, menga bir marta fol ochib bering", dedi Sharora iltijoli ohangda. "Ismingiz nima, singlim?" deb so'radi folbin. "Ismim Sharora. Baxtimdan ko'rib bering, opajon", dedi ammamning qizi umid bilan unga tikilib. Folbin yaxshi kiyingan, Sharoraga boshdan oyoq bir nazar tashladi. Keyin ko'zlarini yumib, tasbehni sekin aylantira boshladi. "Siz juda nozik tab, ozoda qiz ekansiz. Yotog'ingiz tekis bo'lmaguncha uxlay olmaysiz. Ko'rpangizni tuzatib, chiroyli choyshab yozib, xonaga atir sepgandan keyingina ko'nglingiz joyiga tushar ekan", dedi u. Bu gaplarni eshitib, kulgimni arang tiydim. Sharoraga qaradim. U ham hayron bo'lib menga tikildi-da, barmog'ini labiga qo'yib, "Jim", dedi pichirlab. Folbin biroz sukut saqladi.
So'ng yana gapida davom etdi. Sizni badavlat oiladan chiqqan, kelishgan, barvasta yigit sevar ekan. Yaqin kunlarda uyingizga sovchilar keladi. Shu yigitga turmushga chiqasiz. 3 nafar farzandning onasi bo'lasiz. Hayotingiz farovon kechadi. Sharora folbinning gaplarini eshitib, yuziga tabassum yoyildi. Quvonch bilan menga qarab, "Ana ko'rdingmi?" deya g'olibona jilmayib qo'ydi. Folbin ko'zlarini sekin ochdi. Bir necha soniya Sharoraga tikilib turgach, jiddiy ohangda dedi: "Singlim, sizda sehr jodu bor ekan. Sizni o'rta yoshli, semiz bir ayol jodulab qo'ygan." Bu gapni eshitishi bilanoq Sharoraning yuzidagi quvonch izsiz yo'qoldi. Uning lablari titrab, ko'zlari yoshga to'ldi. "Endi nima qilaman opajon? Menga yordam bering. Iltimos, joduni mendan olib tashlang", dedi u yig'lab. Folbin boshini asta chayqadi. "Men emas, ustozim ochadi. U qo'shni tumanda yashaydi. Hozir manzilini yozib beraman. Borganingizda bizni Olima opa yubordi desangiz bo'ldi. U kishi mushkulingizni oson qiladi. Lekin bir narsani unutmang. Agar joduni oldirmasangiz, kasal bo'lib, umringiz qisqa bo'ladi." Bu so'zlar Sharoraga chaqmoqdek ta'sir qildi. Uning rangi dokadek oqarib ketdi. Hatto hushidan ketishiga ham oz qoldi. Men esa jimgina ularni kuzatib o'tirardim. Folbinlarga hech qachon ishonmaganim uchun aytilgan gaplarning barchasi menga soxta tuyulardi. Ammo Sharoraning ahvolini ko'rib, unga ich-ichimdan rahmim keldi. Uni qanday yupatishni bilmay qoldim. Olima bir parcha qog'ozga ustozining manzilini yozib Sharoraga uzatdi. Ammamning qizi titragan qo'llari bilan qog'ozni oldi-da, folbinning qo'liga pul tutqazdi. "Rahmat opajon, katta rahmat. Albatta ustozingizning oldiga boraman", dedi minnatdorlik bilan. Tashqariga chiqqanimdan so'ng Sharora yig'lamsirab menga yuzlandi. "Endi nima qilaman Umida? Jodudan tezroq qutulishim kerak. Aks holda kasal bo'lib o'lib qolaman", dedi u titroq ovozda. Men uni tinchlantirishga harakat qildim. "Sen rostdan ham o'sha ayolning gaplariga ishondingmi? Axir u sen haqingda boshidan oxirigacha yolg'on gapirdi-ku. O'zing ham eshitding. Sen haqingda aytgan birinchi gaplarining birortasi ham to'g'ri emas edi. Lekin jodim borligini topdi-ku", dedi Sharora hanuz xavotir bilan. "Endi uyga borib oyimga aytaman. Meni o'sha odamning oldiga olib borib, jodimni oldirib keladi." Men kulimsirab boshimni chayqadim. Sharora shunday odam ediki, boshini toshga qo'ysa ham bir zumda uxlab qolardi. U tez sovqotar, atir sepish u yoqida tursin, ba'zan hatto ustki kiyimini yechmasdan ham uxlayverardi. Folbin esa uning aksini aytgan. Go'yo uni yaxshi taniydigan odamdek gapirgan edi. Men bularning barchasini birma-bir Sharoraga eslatdim. U diqqat bilan eshitdi. Nihoyat biroz o'ziga kelib, yuragidagi qo'rquv asta-sekin bosilgandek bo'ldi. Oradan bir necha yil o'tdi, ammo folbin aytgan kelishgan badavlat yigitdan hamon darak yo'q edi. Sharora esa hali hamon o'sha bashoratga ishonib yashar, uylariga kelgan sovchilarning barchasini rad etardi. U bir kuni folbin aytgan yigit albatta keladi deb umid qilardi. Folbinning aytganlari amalga oshmasligini anglaganida esa ancha kech bo'lgan, eng yaxshi yillari ortda qolgan edi. Vaqt o'tib, taqdir taqozosi bilan men Olima yashaydigan mahallaga ko'chib keldim. Qo'shnilardan eshitishimcha, Olima tuman kasalxonasida hamshira bo'lib ishlayotgan paytlarida Fotima opa degan farrosh ayol uni o'zining yuvosh, kamgap, maktabni arang tamomlagan jiyaniga turmushga chiqishga ko'ndirgan ekan. Olima kelin bo'lib tushgan birinchi kundanoq qaynonasini yoqtirmabdi. Unga Vaysaqi kampir deb tez-tez gap qaytarar, uy ishlarini esa ishining ko'pligini bahona qilib bajarmas ekan. Eri uning aytganidan chiqmas, xotini haqida biror tanqidiy gap eshitsa, darhol onasi bilan tortishib ketardi.
Qaynona esa kelini arazlab ketib qolishidan qo'rqib ko'p narsaga ko'z yumishga majbur bo'lardi. Oradan yillar o'tdi, ammo xotin farzandli bo'la olishmadi. Bu holat Olimaga og'ir botardi. Shu paytlarda u odamlar maqtaydigan, uzoq tumanda yashovchi bir folbin haqida eshitib qoladi va uning oldiga qatnay boshlaydi. Qo'shnilarning aytishicha, bir necha marta borib kelganidan keyin o'sha folbin uni o'ziga shogird qilib olib, o'z usullarini unga o'rgatibdi. Folbinlikka ishonmaydigan qaynonasi bu qarorga keskin qarshi chiqibdi. U kelinining hamshiralikdek sharafli kasbini tashlab, folbinlik bilan shug'ullanishini aslo istamasdi. Bu voqeadan keyin qaynona bilan kelin o'rtasidagi munosabatlar yanada yomonlashdi. Ko'p o'tmay Olima turmush o'rtog'i bilan alohida bir xonali kvartiraga ko'chib chiqdi. Shundan so'ng u hamshiralikdan voz kechib, o'zini fol ochish bilan tanishtira boshladi. Mahalladagi gap so'zlarga ko'ra, u oldiga kelgan odamlarni turli xavotirlar bilan qo'rqitar, keyin esa muammolarining yechimini faqat ustozi topa olishini aytib, ularni o'sha odamning oldiga yo'llardi. Shu tariqa odamlardan pul undirilardi. Bora-bora yaqin atrofda yashaydigan odamlar Olimaning gaplariga ishonmay qo'yishdi. Uning oldiga endi asosan uzoq qishloqlardan kelgan odamlar qatnardi. Bu esa uning uydan chiqayotgan, rangi o'chib, xavotirga tushgan ayollarni ko'rib, hazillashib, "Ha opa, sizda ham jodu bor ekanmi?" deb so'rardik. Ular esa jiddiy qiyofada, "Ha, shunday ekan, xudo xohlasa, Olimajonning ustozining oldiga borsak, jodudan qutulib sog'ayib ketarmiz. Lekin sizlar bilan qayerdan bildingiz buni?" deb hayratlanishardi. Ularning gaplarini eshitib, ich-ichimdan achinib ketardim.